Chiroqlari ham ko'pgina. Yo'lingizni kechqurun juda ham chiroyli yoritib beradi. Keyingisi FDR 1500 Pro modeli. Bu magnitofon bilan jihozlangan. Kattagina. Aytganimdek 500 kilo yukni bemalol ko'tara oladi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Drongo obunachilari. Bugun sizlar bilan bozor ucharga, yuk tashishga, uydagi ishlarga juda ham foydali, qulay bo'lgan FDR elektron motorollarini birma-bir chiroyli obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Bu FDR 1500 modeli. Bu modelimiz 400 kilogacha yukni bemalol ko'tara oladi. Orqalarini ham olsangiz, ko'rsatsangiz obunachilarimizga juda ham keng orqalari. Bort qismi juda keng. Ko'rishlaring mumkin. 400 kilo yukni bemalol ko'taradi. Akkumulyatori 58 amperli akkumulyatordan 5 ta mavjud. Motor quvvati 1500 watt. 50 dan 70 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Maksimal tezligi soatiga 35 kilometr. Eng muhimi, ikkitadan masofadan boshqariluvchi pultiga ega. Oldi o'rindiqlari ham kengina, 2 kishi bemalol sig'adi va suyanib ketishsa ham bo'laveradi. Mana bu yerda misol uchun qanaqadir baklashkaga suv bo'lsa, qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Ruchnoyi, oyoq tormozi hamda mana bunaqa masofadan boshqariluvchi ikkitadan pultiga ega. Ko'rishlaring mumkin. Va barcha qulayliklari bor. Bu ma'lumotlarni albatta elektron tablodan ko'rib tursalaring bo'ladi. Tablosini ham bitta ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Oldi tarafidan chiroqlar yoqilgan holatida ham bitta olib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bu modelimizning narxi atigi $850. Keyingisi FDR 1500 Pro modeli. Bu modelimiz FDR 1500 dan farqi orqa borti kattaroq va bu modelimiz 500 kilogacha yukni bemalol ko'tara oladi. Eng muhimi, balonlarni ham alohida olib qo'ysangiz, balonlari ham anchagina katta, tishlari rasa qishda bemalol sizga qiyinchilik tug'dirmasdan yurishiga mo'ljallangan. Bu modelimizda motor quvvati 1500 emas, 1800 watt va oldi tablolari ham o'zgargan. Oldi tablosini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqasiga uzunchoq ketgan, yonboshga masofadan boshqariluvchi pulti ikkitadan. Signali oldindan endi chiroqlardan qanaqa yonishini ko'rsatsangiz, yoritishini. Qorong'uda bemalol mana yo'lingizni chiroyli yoritib beriladi. Signalining ovozi. Bu modelimizda ham oldi qismi ozgina o'zgartirish kiritilgan. Mana bu yerlarda chiroqlari, pavorotniklari, hamma qulayliklari bor. Oldi balon ham xuddi orqa balondek kattagina. Aytganimdek 500 kilo yukni bemalol ko'tara oladi. Motor quvvati 1800 watt. Tezligi soatiga 35 kilometr. 50-70 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Narxi atiga $950. Keyingi modelimiz FDR 1800. Bu mahluqimiz naqd 1 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Motor quvvati 1800 watt, tezligi soatiga 35 kilometr. Akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, 58 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta 50-70 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Eng muhimi, borti ham juda ham keng. Bitta olib ko'rsating obunachilarimizga. Orqa stoplari, balonlari kattagina, tishlari ham katta. Ko'rishingiz mumkin. Oldi baloni ham xuddi shunaqa. Endi buni qulayliklariga keladigan bo'lsak, elektron tablo. Buni pulti ham boshqacha. Mana ko'rishingiz mumkin. Signalizatsiya, qulflab ochish, mana shu hamma narsasi bor. Zaryad, barcha ma'lumotlarni aynan shu elektron tablodan ko'rib tursangiz bo'ladi va muhimi, oldi tarafida bemalol musiqa eshitib ketishingiz uchun magnitofon bilan jihozlangan. Chiroqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu mahluqimizning narxi atiga $1050. Keyingisi FDR 1800 Pro modeli. Bu modelimizni o'rindiqlari kengina, 3 kishi ham bemalol sig'ib ketaveradi. 4 kishi ham deyarli mandaqa nozik odam bo'lsa, bemalol sig'ib, suyanib ham o'tirib ketish uchun joylar mavjud. Bu modelimizni oldi yoritgichlarni oldin olib bitta ko'rsataylik.
Qarang, o'zbekcha gapirar ekan. Yoqqaningizda. Mana, oldida chiroqlari ham ko'pgina. Yo'lingizni kechqurun juda ham chiroyli yoritib beradi. Qulayliklaridan biri bu modelimizda ham kolonkalari bor. Bemalol ashula eshitib, musiqa eshitib yoki radio eshitib ketsangiz ham bo'laveradi. Yon oynalari hamda telefon joylashtirish uchun mana bunaqa podstavkasi ham mavjud. Bu modelimiz ham 1 tonna yukni bemalol o'ynab kulib ko'taradi. Aytgancha balonlarni ham alohida ko'rishingiz mumkin. Tishlari katta-katta, o'sha boshqa Pro modellarimizga o'xshab, bu Pro modelimiz ham balonlari katta jihozlangan. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, motor quvvati 1800 vatt. 58 amperli akkumulyatordan 6 ta joylangan. Tezligi soatiga 35 km, 50-70 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Bu modelimizning narxi atiga $1150. Agar sizga ham shunaqa qulay elektron motorollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Agar bizni YouTube sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting.